600 oh 600 ya bitta ashuna kelsa bor-ku. Usta bol, ha? Uyda kelsa yo'q deb turib, narda o'ynayib turibsizmi? Maylimi? Ha, narda o'ynayapmiz? Nima, shaxmat o'ynayotganga o'xshayapmiz? Kimsan o'zi? Men shu yerda egasini o'g'liman. O'ylayapmiz ya. Buncha katta ish qilishni o'zi bilmaydi, ukajon. Qani nima ish aka? Hech ish bitmagan. Hamma mana shifrlar tushirilgan, bolalar o'sha hech ish bitmagan aka. Abetgacha nima ish qildinglar? Balajonim, ko'r nima ish qilganimizni. Azamat, ayt nima ish qildik? Biz rakvina qo'ydik, ochaymi? Och. Ko'rishingmi mumkin bilashgacha? Nima bu? Nimaga o'xshayapti? Yo, nima bu o'zi? Azamat tushuntirib, bunga nima bu? Bu rakvina-ku, zamonaviy rakvina. Qani qo'li ko'rsang qani? Yoshda. Bosasan, oynaga qaraysan. Ochasan, qo'lni yuvasan. Xo'roq yuzingni yuvasan, yopasan, qo'lingni artasan, ketasan. O'rgildim sanaqa bilimdondan. Bu adashmasam mana bu rakvina. Qaysi rakvina bu? Bumi? Adashmasam mana shu rakvina. Nima shu? Boya aytmading. Bilmasam, Rossiyaga ishlaganman, tajribam bor dedingiz-ku. Staj katta, lekin shuni. Dadang yaxshilami o'zi? Balajonim, gapni eshit. Nima? Iftorlikni bugun barvaqtroq olib kelasan. Hol abid berdi, abiddan iftorlik. Endi bugun saharlikni barvaqtroq yopganda biza. Endi siz ishlab tayyorlab qo'yadimi? Men tayyorlab qo'yaman. Bo'ldi.